Kuz-qish mavsumida aholini barqaror gaz ta'minoti bilan ta'minlash bugungi kunning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan viloyatning barcha hududlarida tizimli va amaliy ishlar olib borilmoqda. Oqdaryo tumanida ham bu borada ishlar uyushqoqlik bilan tashkil etilgan. Oqdaryo tuman gaz ta'minoti bo'limining suyultirilgan gaz xizmati tomonidan tumandagi 19 ta mahallaga maishiy gaz ballonlari muntazam yetkazib berilmoqda. Iste'molchilar har 40-45 kunda gaz ballonini olyapti. Xususan, Miyonqol mahallasida istiqomat qiluvchi 1593 ta iste'molchiga ham gaz ballonlari belgilangan muddatlarda yetkazib berilmoqda. Gaz kelib turibdi. Har 40 kun, 45 kunda kelib turibdi. Sovuq kunlarda ham ta'minot qilib turibdi. Uylargacha kirib, tushunmasa o'rnatib berib ketadi. Bugungi kunda suyultirilgan gaz ta'minoti sohasida shaffoflikni ta'minlash, korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Maxsus avtomashinalarga 360 darajalik kuzatuv kamerasi hamda Face ID tizimi o'rnatilib, jarayon to'liq nazoratga olingan. Oqdaryo tumanida 30 ta mahalla bor. Shundan 25 ta mahallaga suyultirilgan gaz yetkazib beramiz. 19 ta mahalla suyultirilgan gazga moslashtirilgan. 5 ta Isuzu, bitta shartnoma bilan 6 ta Isuzu xizmat ko'rsatadi. To'liq Face ID tizimiga o'tganmiz hozir. Face ID orqali gaz tarqatilyapti. Undan tashqari 360 gradus kamera qo'yilgan. Shaffoflik ta'minlash uchun qilinyapti bu ishlar. Kuz-qish mavsumida aholiga 40 kun, 45 kun oralig'ida gaz yetkazib berish choralari to'liq ko'rilgan. Shuningdek, tumanning tabiiy gaz tarmog'iga ulangan mahallalarda ham yangilanish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Gaz hisoblagichlarni 2 bosqichli tizimga o'tkazish va aloqaga chiqarish ishlari aholi uchun qulaylik yaratmoqda. Umuman olganda, kuz-qish mavsumida aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan bir me'yorda uzluksiz ta'minlash maqsadida Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali xodimlari zarur ishlarni bajarmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida mahalla ikki bosqichliga o'tildi. Gaz taqsimlash qurilmalarini olib tashlab, har bitta gaz hisoblagichimizga reduktor o'rnatildi. Gazdan hech qanday muammo yo'q. Muammo bo'layotganlari, aloqada muammosi borlarini birin-ketin almashtirib boryapmiz. Maqsad gazni yo'qotmaslik, to'g'ridan-to'g'ri aholi xonadonlariga berish. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlar viloyatimizning barcha tuman va shaharlarda izchil davom etmoqda. Maqsad esa har bir xonadonda iliqlik, har bir oilada farovonlik bo'lishini ta'minlashdan iborat.